لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatli azizlar, bugungi suhbatimizda Makka-i Mukarramaning fazilati va Masjidul Haromga kirishga oid ba'zi bir masalalar haqida suhbatlashamiz inshaalloh. Demak, ziyoratchi Madina-i Munawvaradan ihromga kirib, labbayk Allohummalarni aytib, Makka-i Mukarrama tomon yo'l olar ekan, bu yo'llarda ham, ya'ni bu har bir vaqtni g'animat bilib, qaysi yurtga ketayotganligi, qaysi bir tabarruk makonga ketayotganligini his qilib yo'lda kelish kerak. Chunki Makka-i Mukarrama dar haqiqat eng yer yuzidagi ulug' shahar hisoblanadi bu. Eng tabarruk, eng muborak yurt hisoblanadi bu. Bu joyda musulmonlarning qiblasi bor. Bu joyda Ka'batulloh bor. Ya'ni butun yer yuzidagi musulmon ummati hammalari shu Ka'batullohga qarab namoz o'qiydilar. Hammaning qiblasi shu joy. Bu Ka'batullohning atrofida Hajarul Asvad, Maqomi Ibrohim va hokazo bir qancha tabarruk joylar va tabarruk makonlar bor. Demak, ziyoratchi ketayotgan bu Makka-i Mukarrama shahri eng buyuk shaharlardan, eng ulug' shaharlardan. Bu joyda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam tug'ilganlar. U zoti muborakot shu joyda salkam 53 yil yashaganlar. U zot sharifning yigitlik davrlari, u payg'ambar bo'lishlari, ilk vahiylar shu joyda nozil bo'lgan. Qur'oni Karimning juda katta qismi bu Makka-i Mukarramada nozil bo'lgan. Sahobiy kiromlar bu joyda yashaganlar. Islomni boshida qiyinchilik paytlarida islomni himoyasi uchun qancha mashaqqatlar bo'lgan. Mana shunday bir holatlarga guvoh bo'lgan shahar bu. Qolaversa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan oldin bu shaharda bir qancha payg'ambarlar yashaganlar. Ibrohim alayhissalomdan boshlab, Ismoil alayhissalom va hokazo bir qancha payg'ambarlar yashaganlar, ulug' zotlar yashaganlar. U payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam davrlaridan keyin ham hozirgacha ham qancha avliyoullohlar yashagan shu Makka-i Mukarramadagi Masjidul Haromga borib, Ka'batullohlarni tavof qilgan millionlab katta ulug' zotlar yashagan yurt bu. Mana shunday joyga qarab ketar ekanmiz, bu joyni, ya'ni qaysi joyga ketayotganligimizni his qilishimiz kerak. Tabarruk makonga ketayotganligimizni haqiqiy biz shuni tuyg'usida ketishimiz kerak. Makka-i Mukarrama shunaqa bir ulug' shaharki, u joylardagi daraxtlarni sindirish mumkin emas. O't o'lanlarni hatto yulish mumkin emas. U joylardagi ov hayvonlari, yovvoyi hayvonlarni ovlash mumkin emas. Nima uchun? Chunki u joy tabarruk joy. U joydagi narsalar ham tabarruk, muborak. Demak, hatto ovini hurkitishi mumkin emas degan mazmunda hadis shariflar keladi. Demak, ziyoratchi mana shunday ulug' shaharga ketayotganligini his qilish kerak. Qolaversa, u joyda bajariladigan ibodatlarga juda katta ajr mukofotlar berilgan. U joyda o'qiladigan namozlarga juda katta savoblar va'da qilingan. Jumladan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'zlarining hadis shariflarida shunday marhamat qiladilar. Salatun fil masjidil harom afdalu min 100,000 salatin fi ma siwahu rawahu al-Imam Ahmad. Ya'ni Masjidul Haromda o'qilgan bitta namoz undan boshqa masjidda o'qilgan 1000 ta namozdan afzaldir deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam marhamat qilyaptilar. Bu hadis sharifni Imom Ahmad o'zlarining kitoblarida keltirganlar. Qarang, juda katta ajr mukofot bu. Bitta o'qilgan namozga 1000 ta namozni ajri berilsa, bu juda katta ajr mukofotda bu. Hatto ulamolar aytadilarki, bu shaharda, tabarruk shaharda qilinadigan bitta ibodatga ham zikr tasbih bo'ladimi, nafil namozlar bo'ladimi, u shunaqa katta ajrlar 1000 barobar yoki undan yuqori Alloh taoloning o'zining fazli undan ko'p berishligi mumkin deydilar. Yana bir masalaga bu joyda nihoyatda hushyor bo'lish kerak. Bu tabarruk yurt bo'lgandan keyin bu joydagi bitta savobli amalga minglab savoblar berilyaptimi? U gunohlarga ham, bitta qilingan gunohga ham minglab gunohlar yozilishligi mumkin bo'lib qoladi. Bu borada ulamolarimizning fatvolari bor. Shuning uchun bu tabarruk yurtda yurganda nihoyatda o'zimizni ehtiyot qilib,
har bir daqiqamizni g'animat bilib, har bir soniyamizni g'animat bilib, faqat savobli amallar, zikr tasbehlar, nafl namozlar va hokazo boshqa savobli amallarni bajarib oladigan joy bu. Masjidul Haromga ham boriladigan bo'lsa ham namozlardan oldinroq borib, namoz boshlangungacha ham shu nafl namozlar o'qib, shu katta ibodatlar, Qur'on tilovatlari, zikr tasbehlar hammasi bilan mashg'ul bo'lishimiz kerak. Bitta zikr tasbehingizga minglab zikr tasbehlarni savobini Alloh taolo beradigan joy bu. Shunday ekan biz mana shunday tabarruk joyga ketyapmiz. Bu Makka Mukarramaga ketayotgan ziyoratchi mana shu narsalarni hammasini his qilib borish kerak bo'ladi. U joyga borgandan keyin u joyni nihoyatda g'animat bilish kerak. Demak, Makka Mukarramaga kirishdan oldin o'qiladigan duolar bor. U duolarni kitoblarimizda keltirilgan, ularni o'qib, yuqorida aytganimizdek zikr tasbehlar bilan labbayk Allohummalarni aytib shu shaharga kirib boriladi. Makka Mukarramaga zikr tasbehlar, labbayk Allohummalar, duolarni o'qib kirib kelganimizdan keyin birinchi navbatda mehmonxonaga joylashamiz. Mehmonxonaga joylashish jarayonida 50 boshlar tomonidan xabar bo'ladi. Hozir mehmonxonaga joylashasizlar, kirib u joyda tahoratlarni qilib, shu tavof qilishga tayyor bo'lib, falon vaqtga tushinglar degan shunaqa xabar bo'ladi. Demak, albatta birinchi navbatda mehmonxonaga joylashamiz. U mehmonxonaga joylash arafasida, u joylarda tahorat qilish asnolarida o'zimizni ehromda ekanligimizni esimizdan chiqarmasligimiz kerak. U joyda misol uchun xushbo'ylanish yoki bir hidlik sovunlardan foydalanib qo'ymasligimiz kerak. Shunday qilib tahoratlarimizni chiroyli yangilab, 50 boshi aytgan paytdan kechikmasdan shu joyga yig'ilamiz. Shundan keyin 50 boshi boshchiligida, hamrohligida, u kishini ko'rsatmasi bilan birgalikda shu Ka'batullohga qarab yuramiz endi. Ya'ni tavof qilishga haqiqiy biz umraga ehrom bog'laganmiz, shu umra amallarini bajarishimiz kerak. Ya'ni Ka'batullohga qarab labbayk Allohumani aytib boramiz. Endi shu Masjidul Haromga kirishdan oldin o'qiladigan duolar bor, kitoblarimizda yozilgan, shularni o'qib, shu ixlos bilan, ya'ni Ka'batullohga ketyapmiz. Eng yer yuzidagi tabarruk joy, eng nuqtaga ketyapmiz. Ka'batulloh o'zi mana shu shaharni mana shunday ulug' bo'lishiga sabab u joyda Ka'batulloh borligi, musulmonlarning qiblasi shu joyda ekanligi dedik. Demak, mana shu joyga ketayotganligimizni his qilib, labbayk Allohumma aytib Ka'batullohga kirib boramiz. U Masjidul Haromga kirishdan oldin o'qiladigan duolarni o'qiymiz. Masjidul Haromga borganda imkon bo'lsa Bobus Salomdan kirishni kitoblarda mustahab deyiladi. Ya'ni Bobus Salomdan shu masjidni mana salom eshigi bor, shu eshikdan kirish mustahab deyiladi. Agar shu eshikdan borishga harakat qilish kerak. Agar yo'q, unga sharoit bo'lmasdan boshqa tomondan borib qolinadigan bo'lsa, boshqa eshiklarda ham kirish mumkin, hech qanday muammo yo'q bu masalada. Endi Masjidul Haromga kirgandan keyin ilk bor ko'zimiz Ka'batullohga tushganda ham o'qiladigan duolar bor. Ularni ham o'qiymiz. Kitoblarimizda keltirilgan u narsalar va kitoblarda keltiriladi. Ka'batullohga ilk bor, ya'ni birinchi marta nazar tushgan paytdagi duolar ham ijobat deyiladi. Demak, shu paytda ham ko'zimiz birinchi Ka'batullohga tushgan paytda yig'lab Alloh taolodan haqiqiy chin qalbdan duolarni chiqarib, Alloh taoloning jamolini jannatda ko'rishlarini so'raylik. Alloh jannatga savol javobsiz jannatga kirishlarini so'raylik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning shafoatlarini so'raylik va hokazo. Xullas bizni bu dunyoyimiz va oxiratimizga kerak bo'ladigan hamma narsani so'rashimiz kerak. Ikki dunyoning saodatini so'rashimiz kerak. Mana shunday duolar bilan, zikrlar bilan Ka'batullohni ko'rganimizda duolar qilib, ya'ni sekin tavof qiladigan joyga yaqinlashib boramiz endi. Mana shu joyda bir masala, ba'zilar aytadiki, shu Ka'batullohga birinchi nazar tushganda bo'ldi, labbayk Allohumma to'xtatiladi. Bundan keyin labbayk Allohumma aytilmaydi deydi. Aslida masala bunday emas. Bizning fiqhiy kitoblarimizda aytiladiki, labbayk Allohumma tavofni boshlagungacha aytilaveradi deydi. Ya'ni uni orasida zikrlar, duolardan bo'shagan paytda ham yana labbayk Allohumma aytilaveradi deydi. U Ka'batullohga ilk ko'z tushganda labbayk Allohummani to'xtatish u Maliki mazhabida. Biz Hanafiy mazhabda labbayk Allohummani shu tavofni boshlagungacha aytsa bo'ladi deyiladi. Demak, mana shunday Masjidul Haromga kirib boramiz, tavof qiladigan joyga kirib borib, Hajarul Asvad tomonga qarab boramizda, shu Hajarul Asvaddan keyin tavof qilish boshlanadi. Endi tavof qilish
qonun qoidalari, unga tegishli masalalarni inshaalloh kelgusi suhbatlarimizda batafsil aytib o'tamiz inshaalloh. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan masalalar shulardan iborat. E'tiboringlar uchun rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.